Muzlik davri ikkinchi qismi. Xo'sh, sovuqdan omon qoldingiz. Endi eng qiyini boshlanadi, odamlar. Lekin avval ovqat. Do'kon yo'q, dostavka yo'q, hech narsa yo'q. Variantlardan bittasi mamont. Bitta mamont 6 tonna go'sht, ya'ni butun qishga yetadi. Zo'r. Lekin bitta narsa bor. Uni o'lash uchun 20 ta odam kerak. Nayzalar kerak va yarim kun qorda yugurish kerak. Ya'ni bu do'konga borib kelish emas. Bu konkretni operatsiya va bitta o'zingiz chiqib o'tirmang. O'ylab ham o'tirmang, chunki yolg'iz holda siz ovchi emassiz, siz zakuskasiz. Zalga chiqib yurgan bo'lsangiz ham foydasi yo'q, to'g'risi. Mehmonlar bu juda muhim. Qo'shnilar g'oringizga kelsa, bu mehmonga kelish emas. Bu ko'chib kelish. Ularning ovqati tugagan, tushunyapsizmi? Ya'ni endi bu umumiy g'or, umumiy mamont va umumiy qishingiz. Va yo'q, biz keyingi hafta ketamiz degan gaplarga ishonib o'tirmang, bo'lmagan gap. Endi muhim narsa igna. Kulib o'tirmang. Suya igna bu davrning eng katta texnologiyasi. Texnologiya. Qarang, kim tikishni bilsa, o'ziga moslab kiyim tikadi. Issiq yuradi, kayfiyati joyida. Kim bilmasa, terini shundoq yelkasiga tashiydi, yuraveradi va muzlab qoladi. Ya'ni tikishni bilsangiz, siz bu yerda injener, muhandissiz konkretni. Sizni hurmat qilishadi. Gigiyena. Mana bu narsa yoqmaydi sizga. Yuvinish mumkin emas. Umuman, teringizdagi yog' bu sizni issiqlik himoyangiz. Yuvib tashlasangiz, muzlab qolasiz. Ya'ni siz sasiysiz. Juda ham kuchli sasiysiz. Lekin hamma sasiydi. Shu uchun hech kim bir-birini sezmaydi. Burun уже taslim bo'lgan, ishlamaydi vashi. Va oxirgisi yolg'iz omon qololmaysiz. Umuman, men o'zim bilan o'zimman degan gaplar, variantlar bu yerda ishlamaydi. Qabla bu tanlov emas, bu shart. Ya'ni odamlar bilan chiqishni o'rganing. Chunki qishda bitta g'orda 30 kishi bo'lasiz. 30 kishi. Tasavvur qilasizmi? Va chiqib ketadigan joy bo'lmaydi u yerda.